Şimali Atlantik Okean desek, hammamizning qalbisiga keldig'ini u bir coğrafiyalik uqum. Lekin Şimali Atlantik Okean Ahdi tashkiloti bo'lsa, Amerika davlati bilan birlashib kelgan harbiy bexatarlik jihatda harbiy ittifoqdosh guruhi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni Yevropa davlatlarining Atlantik Okean dengizini halqıgan bir harbiy ittifoqdosh. Bu Şimali Atlantik Okean Ahdi tashkilotininki bexatarlik qo'g'dinish kategoriyasiga Hindu okean va Tinch okeanlar atrofidagi davlatlarning tahdidi yo'q deb qarab kelgan. Lekin bu ko'z qarashlar va siyosiy vaziyatlarning o'zgarishi bilan Şimali Atlantik Okean Ahdi tashkilotining strategiyasi o'zgardi desak bo'ldi. Bundaq deyishimdagi sabab tunugun Ruminiyaning poytaxti Buxarestda Şimali Atlantik Okean Ahdi tashkiloti, ya'ni NATO tashkilotining ichilgan yig'inida, ya'ni NATO Ahdi tashkilotiga a'zo davlatlarining tashqi ishlar ministrlari qatnashgan bu yig'inda faqatla birla muhim masala muzokara qilingan. Bu yig'in urush bo'layotgan Ukraina davlatiga yaqin bo'lgan Ruminiya davlatining poytaxti Buxarestda. Nima muhim masala muzokara qilindi deganda, Ukraina urushiga munosabatlik masala emas. Muzokara qilingan muhim masala bo'lsa, Xitoy davlati, ya'ni zo'ravonlik va mustabidda haddidan oshgan Xitoy davlati. Buxarestda ichilgan NATOning bu yig'ini oxirlashgandan keyin muhim bir bayonotni e'lon qilgan. Bayonotda deydiki, NATOga butun dunyoning har qaysi joylaridan tahdid keladi. Asosliq tahdid Rossiyadan kelmaydi. Eng asosliq tahdid Xitoy davlatidan keladi. Bu demak, Şimali Atlantik Okean Ahdi tashkiloti Şimali Atlantik Okean coğrafiyalik okeandan halqib chiqib, Xitoy davlati bilan harbiy kuch jihatda rasmiy taqobil turadigan bir guruhi bo'lib maydonga chiqibdi. Kuzatuvchilar bo'lsa, NATO guruhi Xitoy davlati bilan dushmanlashamdi deb o'ylab baxmagan bo'lsa-mu, lekin tunugundan boshlab Şimali Atlantik Okean Ahdi tashkilotining harbiy kuchi Osiyo Tinch okean rayoniga qarab yuzilinib, Xitoy davlatiga taqobil turadigan harbiy kuchga aylangan. Bu vaziyat Xitoy davlatiga nisbatan iqtisod, harbiy kuch, siyosat, diplomatiya qatorliq keng ko'lamli jihatda jazo yurgizish vaziyati shakllanibdi. Yillardan beri Yevropa Birligi iqtisod jihatda, savdo jihatda, qonuniy jihatda, siyosiy jihatda jazo berayotgan bo'lsa-mu, lekin bu qitimqi, ya'ni tunugun ichilgan Buxarestdagi yig'inda harbiy jihatdimi jazo yurgizish vaziyati pishib etilgan. 2 hafta ilgari, ya'ni 11-oyning 18-kunidan 20-kunigacha Amerika 5 burchaklik binosi bilan NATO organi Kanadaning Halifax shahrida o'tkazilgan NATOning harbiy ishlar bexatarlik yig'iniga nima uchun Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa va Amerika Kongress Xalqaro diniy ishlar komitetining bosh direktori Nuri Turkal va Tibet mas'ullarini bu yig'inga taklif qildi. Nima uchun har qaysi davlatlarning davlat mudofaa ministrlari Dolqin Aysa va Nuri Turkal apandilar bilan ko'rishish ib bordi.